Machu Picchu Peru Ant tog'larida bulutlar ichida yashiringan shahar. Eng hayratlanarlisi, u toshdan ko'ra ko'proq ko'rinmas muhandislik bilan tirik qolgan. Bu shahar 2430 metr balandlikda, Cusco tomondan keladigan tog' tizmasida joylashgan. Eng hayratlanarli joyi, uch tomoni bo'ylab jarliklar daryogacha taxminan 450 metr tik tushadi. Machu Picchuda ishning yarmi, hatto 60% gacha qismi ko'rinmaydi. Poydevor va drenaj tizimi. Shu yer osti bo'lmasa, tog' yomg'iri uni allaqachon yuvib ketgan bo'lardi. Bu yerda bitta buloq suvi shaharga kanal bilan kirib, 16 ta favvora bo'ylab taqsimlangan. Tog' tepasida 16 bosqichli suv tizimi. Bu tosh davridagi shahar suv ta'minoti degani. Inka ustalari toshlarni shunchalik aniq kesganki, ular orasiga pichoq ham kirmaydi. Shu sabab devorlar yillar o'tib ham silkinishda tez qulamaydi. Toshlar bir-birini ushlab turadi. Intimachay g'orida shunday tunnel deraza bor. Quyosh nuri ichkariga faqat dekabr quyosh turishi atrofidagi qisqa kunlarda kiradi. Bu tasodif emas, toshdan yasalgan aniq vaqt belgisi. UNESCO Machu Picchuni Inka imperiyasi davrining eng noyob shahar yaratuvi sifatida ta'riflaydi, lekin u keyin jim qolgan. Shu jimlik uni vayron bo'lishdan saqlab, afsonaga aylantirgan. 1911-yilda bu joy dunyoga keng tanitiladi. Shundan keyin Machu Picchu butun sayyoraga mashhur bo'lib ketadi. Lekin yo'qolgan shahar degan gapning o'zi bahsli. Mahalliylar uni oldin ham bilgan bo'lishi ehtimoli bor. Ko'ryapsizmi? Machu Picchu go'zal xaroba emas. U muhandislik bilan yashab qolgan mo'jiza. Qo'shimcha faktlar va manbalar ro'yxati faqat Telegram kanalimizda.